Nimaga bolalarning quloq pardasi teshilib shu holatga kelib qoladi-yu, ota-ona sezmay qoladi? Bu e'tiborsizlikmi? Keling haqiqatni ilmiy yoritib beraman. Siz esa videoga like bosib qo'yishni unutmang. Birinchi sabab, bolalarda og'riq retseptorlari hali to'liq shakllanmagan bo'ladi. Ikkinchisi, burun bilan quloqni ulab turuvchi nay bolalarda gorizontal va uchi keng bo'ladi. Uchinchi sabab, lekin buni aytishimdan oldin bitta savol. Sizni ham farzandingizda quloq og'rig'i kuzatilganmi? Kommentariyada javobingizni yozib keting. Bolalarning quloq pardasi kattalarnikiga nisbatan elastikroq va yumshoq. Shu sababli ortida yiring uni itarib borsa ham og'riq sezilmasdan quloq pardasi teshilib qolishi mumkin. Lekin esda saqlang, bolani quloq og'riganda kechasi uxlashda bezovta bo'lib, o'ngga, chapga dumalab uxlolmaydi. Yoki bo'lmasa og'rigan qulog'iga qo'lini ko'p olib boradi, yoki qulog'ini sinab ko'rish uchun mana bu sohasini sekingina o'ynatib ko'rsangiz, agar quloqda og'riq bo'lsa, bola yig'lashni boshlaydi. Shuning uchun burun oqish belgilari paydo bo'lganda 1-2 kun aspiratorda tortib tozalang. Agar o'zgarish bo'lmasa, tavakkal qilmang. Qabulga olib keling, individual yordam berishga tayyorman. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, farzandi bor yaqinlaringizga yuborib qo'ying.